Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Mansur Ali. Sizlar bilan birgalikda ikkinchi videoni olmoqdaman hozir. Muhim eslatma qilmoqchiman, ya'ni Rossiyada yurgan vatandoshlarim diqqatiga faqat diqqat bilan tinglashni qilinglar. Mana bu qo'limdagi kolbasa, ya'ni Krasnaya Sena yozilgan. Buni hech qachon olib yotmaysizlar. Chunki buni tarkibida o'qisangizlar yozib qo'yganman, qarang. Boshiga katta qilib o'qib ko'ryaptimi? Svineda yozib qo'ygan. Bu olishlik mumkin emas, umuman mumkin emas. Shuning uchun diqqat qilinglar. Ikkinchi namudi, mana ikkinchi namudi. Mana ko'rmoqchi, bu ham Krasnaya Sena, buning ham tarkibida cho'chqa bor. Ya'ni cho'chqa yeb bo'lmaydi-ku. Iloji bo'lsa mana bundan olingizlar, juda ham sevsangiz kolbasani. Buni ham olishga men taklif bermayman. Lekin halol yozilganda o'shaning uchun olsangizlar zarari yo'q degan umiddaman. Yaxshi qolingizlar. Keyingi videoda uchrashguncha narsa olmoqchi bo'lsangizlar, sostavini o'qingizlar, обязательно.